Bizni davlatimiz shunaqa davlat, qonun ustuvor, jazo muqarrar. 2 milliondan odam boshiga avans chiqarib ber dedik. Bolalarimiz, ro'zg'orimiz osh dedik. Hop, yuring shuni tushuntirib bering. Zabonimiz bor, o'zbekmiz. Hozirgi qilayotgan xatti-harakatlaridan menda shubha uyg'otyapti. Bular hozir biz kelgunga qadar ish qabul qilinmadi, boshqa unaqa narsalar yo'q. Hozir biz kelganimizdan bilib ishlar qabul qilinmagan, u boshqa mana shunaqa gap so'zlar topilyapti. Qanaqa to'ndi bu? Qanaqa gaplashilyapti bu joyda? Biz sizlarga muammo yaratib bormaymiz, muammo bilan boramiz. Mediaga qiziqmayman degan odam. Undan ko'ra keling, birga mana bu yerda eshitaylik. Gapni ey og'ayni, ey do'stim. Ben ularga akt ko'rsatsam, ish yopilganligi haqida ular menga pul beradi. Men akt ko'rsata olmaganman, ishimizni chala qolgan. Tushuntira yo'q. Oxiri nima dedi? Xohlasam sizlarni shunday chaqiraman, uchastka o'zim tanishim dedi. Shunday chiqarib yuboraman dedi. Bizlar to'xtagan sababimiz meni firmamni shunday bankrot qilaman dedi. Sizlarga 1 so'm pul bermay chiqarib yuboraman. Telefon qilib rahbariyatingizga men aholiga shunaqa obeshat qilyapman. Ertaga shunaqa deb va'dasini beraveraymi deb xatar ayta olasizmi? Bular qaysi hujjatga asosan bu joyda ishchi kuchi ishlatyapti? Nima uchun O'zbekiston aholisi o'zini yurtida cheris firma orqali ishlashi kerak? Assalomu alaykum, hurmatli Haqiqat ovozi kanalining kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Biz hozir Sergeli 5-bekatdamiz. Bizni murojaat qilib chaqirishgan, quruvchilar murojaat qilishgan, ya'ni o'sha menimcha shu obyekt bo'lsa kerak, lokatsiya shuni ko'rsatyapti. Pullarni olish olmaganligi bo'yicha murojaat qilishgan. Darvozani yonida turibmiz deyishuvdi. Hozir telefon qilaylikchi. Mana shunaqa firibgarliklar, hurmatli vatandoshlar, juda ko'p bo'lyapti, juda ko'p uchrayapti, juda ko'pchilik bizga murojaat chiqishadi. Ya'ni aynan o'sha qaysidir obyektlarda ishlab turib pulini ola olmaganligi bo'yicha yo boshqa bo'yicha. Aka, men keldim. Sotuv ofisini yonida turibman. Sotuv ofisini mana chiqyapti. Chiqinglar. Bir necha oy oldin o'sha Ichki ishlar vazirligida ham matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ya'ni o'sha aynan mana shu firibgarliklar bo'yicha yo mana shunaqa holatlar bo'yicha bartaraf qilish bo'yicha sizlar aka kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlar? Sizlar chaqiruvmi deylar murojaat qilib? Nima masala bo'lyapti aka? Bizlar aka bu yerga 19-dekabrda kelganmiz. O'zingizni tanishtiring bir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ismim Xudoqulov Hofiz Borovich. Qayerdansiz? Do'st tumanida turamiz hozir. Biz asl Samarqandda Do'st tumanida yashaymiz. O'z qonuniy o'sha ro'yxat propiska to'liq Samarqand viloyati. Samarqand viloyati, Tayloq tumani. Tayloq tumanida. Nima murojaat bo'lyapti? Bizlar murojaatimiz bu yerga 19-dekabrda kelganmiz ishga. Boshida 6 kishi kelganmiz, hozir 18 kishi, 19 kishiga ham ishladik. Erta beraman, indin beraman, uy pulimiz mayda avans beryapti, hozir ishda o'tyapmiz, pul bermayapti. Ertaga bugun deb mana bugun necha nafar farzandingiz bor? 1 nafar farzandim. 1 nafar farzandingiz bor. Oilada yolg'iz boquvchisiz? Oilada yolg'iz boquvchiman. Tushunarli. Kelishilganda bu joyda o'sha kelganingizda kim bilan gaplashilgan edi? Kim olib kelgan? Aziz degan ismli shaxs. Shu yerdami hozir? Bu mana shu domni sotuv ofisimi bu? Shunday, sotuv ofisi. Ketdik, kiraylikchi. Bo'lmasam hozir bizga nechta bola bor bu yerda o'sha? Hozir 9 ta qoldikmi? Hozir ikkitamiz ketdi, 9 tamiz. 9 ta bola qoldi. Umumiy qancha summa pullaringiz? Bizlar hozir hisobimiz 72 million pul berdik. 72 million pul. So'rasanglar nima degan javob beradi? Yo'q, hozir endi boshida dogovor qilganmiz, 1000 so'mdan beraman degan. Hozir endi yo'q, meniki ko'taraman, 700 so'mdan beraman degan. Kim aytyapti? Shu boya bizlar chaqirgan bola. Nomeri bormi uni? Bor, o'zi shu. Shu yerdami? Shu bolani chaqiraylik deyapti. Kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Video olishga razishini bermayman, brat. Nimaga razishini? Atchat ham qilmayman. Atchat ham qilmaysiz? O'zbekmisiz? O'zbekman. O'zbek tilida gapiring. Atchat qilmasangiz biz fuqarolarning haqqini xohlagan joyingizda poymol qilib ketsangiz bo'ladimi? Agar dokumentalni bo'lsa, sudga borib ariza yozilib, prokuratura yozasizlarmi? Men dokumentalni gaplashaman. Dokumentalni gaplashasiz. Bu dokument tushunmaydigan omi xalqni sud idoralarida o'zini haqqini talab qila bilish kerak. Bu yerda muammo nimadaligini bilinglar. Bular yolg'on gapirayotgan bo'lsa, ertaga vinovat bo'lib qolishi mumkin. Siz gapirmayman desangiz kimdan bilaylik biz? Men
O'ziga haq odam mikrofonni oldidami, kamerani oldidami haqligini gapiradi. Qochmaydi. Muammo nimadaligini bilish tasga. Xo'p, o'sha narsani so'rasak maylimi sizdan? So'rang. Hozir razрешение bermayman, отвечать qilmayman deganingizga men hayron bo'lib qoldim. Qanaqa to'nda bu, qanaqa gaplashilyapti bu joyda? Xohlasangiz misol uchun bering bayonot. Bo'lmasa biz o'zimiz qonuniy tartibda chiqaramiz, yoritamiz. Maslahatim akajon shu qonuniy tartibda qilinglar. Siz hech qanaqa bayonot bermaysiz, javob bermaysiz. Bularni siz chaqirganmidingiz bu yerga? Bilan dokazat keltirib beringlar. Yo'q, siz chaqirganmidingiz bularni ishga? Siz chaqirdingiz, siz berdingiz. Ishlarini qabul qilib oldingizmi? Xo'p, qabul qilinmagan, o'tmagan ish. Ishlari o'tmaganmi? Ishlar o'tmagan. 100% o'tgan ishimiz. Prorab o'zi dokazat ham qilib beramiz prorab. Aha. Prorab bormi shu yerda? Prorab chaqira olasizlarmi? Hozir qurilish vazirligiga ham chiqaman. Kelib bo'lmasam tekshiruv o'tkaztiramiz. Endi bu shuni bir narsani men tarafdor emasman-da, ya'ni o'zimizni o'zbek xalqimiz borib Rossiyada kidallaga uchradi, qaytib keldi. Boshqa joylarda kidallaga uchradi, qaytib keldi. Endi o'zimiz O'zbekistonda ham bir ikkita aqllilar paydo bo'lganda, o'zbeklarni kidallaga uchrattiraman, ustidan haq yeyman deydiganlar. Unaqa narsani shundoqlikcha qo'yib qo'ymaymiz. Hukumat bor, davlat bor. Tushunarlimi? Bizlarga bunday savollar ham bo'lgan. Nima degan savol? Xohlasam pul beraman, xohlasam firmamni bankrot qilaman, qayerga borsang bor degan gap. Kim aytyapti shu gap? Mana shu chaqirgan odam aytgan. Shunaqa gap bo'lganmi? Bo'lgan. Bunaqa gap qanday bo'lgan? Men hozir Melchovga gapni taskat qilmayman. Yo'q, o'zbek tilida, o'zbek lug'atidan xabardormisiz? Milliy chopga taskat qilmayman, u ko'cha jargonida gaplashyapsiz-da siz. Xurshid ismi. Bo'ldi, keyin gaplashamiz, men. Men sizlarga informatsiya berishga обязан emasman. Обязанный? Ha. O'zinglar nima hal qilsanglar hal qilib olavering. Yo'q, siz qilgan ishingizga javob berasizmi? Bularni sarson qilgansiz. Bular kishi oila boqadi. Hal qilib beray ekansizlar. Bo'ldi, Men xalqi bermayman, men yoritgani keldim. Bular sizni ustingizdan bizni murojaat qilib chaqiryapti. Men sizga ma'lumotni olinglar, menga kelsin, men o'sha keladigan odamlarga javob beraman. Sizlar xat hujjatimiz yo'q. Mana shunaqa endi nima deymiz, ana uddaburonlar ko'payib ketganda biz shu bo'yicha qoldirib qo'ymaymiz. Hozir bu qurilish obyektining rahbarini chaqirishni talab qilamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Sotuv bo'limida kim ekan bu yerda? Sizmisiz? Rahbariyatga telefon qila olasizmi? Haqiqat ovozi kanalidan kelishibdi, qurilish bo'yicha. Bu yerda bolalar pulni olish olmayotgan ekan. Deb bir nega o'chiriladi syomka? Sizga mumkin emas? Ana kameralaringiz olib turibdi, bizning xavfsizligimiz uchun. Bu meni olyapti. Siz qo'ng'iroq qiling. Ha, qo'ng'iroq qiling, chaqiring bu yoqqa. Siz majbursiz singlim qo'ng'iroq qilishga. Odamlarning haqqi poymol bo'lyapti sizlarning qurilishinglarda. O'sha narsani mana quruvchilar norozi bo'lib chiqyapti. Ya sizlar to'xtatinglar, sotuvni ham to'xtatinglar. Rahbariyat kelsin bu yoqqa, javob bersin. Nima uchun bular bola chaqasi och o'tirish kerak? Aytdi, bu yerda bemalol hamma tashkilot xohlagan pulini olib ketadi-yu, bular xalq pulini kim beradi? Chaqiring, rahbariyat kelsin bu yoqqa. Hozir men qurilish vazirligiga ham chiqaman. Qaysi qurilish kompaniyasi bu? Hurmatli vatandoshlar, agar bo'sh keladigan bo'lsak, endi hech kim ko'chaga men aldanaman deb chiqmaydi. Hammasi o'zini farzandini, rizqini topish maqsadida chiqadi. Mana aka, har kim misol uchun har joydan kelib ishlayapti. Bir boshdan tushuntirib beringlar. Hozir bu qurilish qabul qilinmagan deyapti. Yo'q, qabul qilingan. Qabul qilingan. Sizlar qayerdansizlar? Hamma Jizzaxdan. Bitta Jizzaxdan. Demak, mana shu yerda ishlab, hozir qurilish ishni hammasini topshirdinglar. Hozir endi vaji shunaqa bo'lyaptiki, ya'ni huquqiy ongi yetarli, bularni o'sha chaqirgan shaxsni prokuraturaga, ichki ishlarga, sudga murojaat qiling deyapti. Ya'ni bizga bayonot berish istagida emas va o'ylaymizki, katta ehtimolimiz bilan ehtimolimizni xalqqa ochiqlaymiz. Bunaqa holatlarga ko'p uchragan. Ya'ni biladi qaysi yo'l bilan qanaqa qilib bu holatdan chiqib ketish kerakligini. O'shaning uchun bu narsaga qattiqroq turmasak, fuqarolarning haq-huquqlari buzilishi mumkin.
Ya'ni qancha paytdan beri ishlayapsizlar? Qancha bo'ldi bitta? 19-dekabr kuni kelganmiz. 19-dekabr kuni kelgansizlar. O'shandan yog'iga pul oldinglarmi? Qarang, beradi avans. Masalan, 10 kishi ishlaydigan bo'lsak 2 million, 1 million. Даже mana vaqti kelgan paytda shu insondan biz noska pul olib chaqdik. Mana shu insondan shu elektrigimiz. Pul so'rasak ertaga bo'ldi 3-etaj yopingda. Boshida bizlarga dogovordan bo'lmagan. Urgan g'ishingga pul olasan. Bizlarga ob'yom yo'q, boshqa deyilmagan umuman. Hozir endi nima deyapti? Urib bo'lganmiz, o'zi pul joyiga kelgan, 700 so'mdan sizlarga dogovor qilaman. Bizlarga quyuq suyuq 1000 so'mdan dogovor qilgan. Bir g'ish, 1,5 g'ishda 1000 so'mdan pul beraman degan. Tushunarli. Abonent hozir javob beraman. Qurilish vazirligi nimagadir axborot xizmatingiz faol emas. Axborot xizmati xodimi nimagadir ko'p joylarda mana shunaqa muammolar paydo bo'lsa, telefon qilsak nimagadir topa olmaymiz sizni. Nima sababdan unaqa bo'lyapti? O'zimiz ham tushunmayapmiz oxirgi vaqtlarda. Ya'ni o'sha blogerlarga bosim boshlanganidan keyin axborot xizmatlari ham o'zidan sekin kimdirlarni yoqib olishni boshladi. O'shaning uchun birozgina ishlanglar, biz sizlarga muammo yaratib bormaymiz, muammo bilan boramiz. Ya'ni xalqning muammosi bilan. Bular hozir biz kelgunga qadar ish qabul qilinmadi, boshqa unaqa narsalar yo'q. Hozir biz kelganimizdan bilib ishlar qabul qilinmagan, u boshqa mana shunaqa gap so'zlar topilyapti. Hozirgi qilayotgan xatti-harakatlaridan menda shubha uyg'otyapti. Ya'ni bu narsani nazoratga olinishi kerak. Aynan qurilish obyektlarida mana shunaqa ishlab o'zini oilasini boqaman deb kelganlarning haqqi bunaqa bir uddabiron, bir o'zicha bir ikkita joylardan tanish orttirib olgan bir xadi toylarni qo'lida qolib ketishi kerak emas. O'sha narsalarni nazorat qilinglar. Endi bu insonni hali men to'liq bir ma'lumotga ega emasman. Hozir endi to'liqligicha bilamiz. Qurilish kompaniyasini rahbariga ham biz talab qildik, tushib, ya'ni hozir bizga tushuntirish bersin. Ya'ni bir joyda dom qurib sotyapsizlar. Mayli, sizlar bir quruvchini pulini bera olmayapsizlar. Quruvchini ishlatganinglarni haqqini bera olmayapsizlar. Sizlar qanaqa qilib bu odamlarning uyini to'la to'kis halol egasiga topshirib berasizlar degan savol o'rtaga chiqyapti. Va bu narsaga o'sha qurilish rahbariyati javob berish kerak va majbur. Bular misol uchun to'qligidan kelib bu joyda ishlamayapti. Amaki, mana necha yosh kirdingiz? 51 yoshga kirdingiz. Nechta farzandingiz bor? 3 ta. Ha? 3 ta. 3 ta farzand. Katta farzandingiz necha yosh? 21 ga kirdi. 21 ga kirdi. Hozir endi o'g'lingiz tengi odam, farzandingiz tengi odam, sizni mana shunaqa necha kundan beri mana shunaqa yuribdimi endi? Endi nima qilasiz? Biz ham Jizzaxdansiz a? Hammamiz bir joydan. Hamma bir joydan. Endi bilmasam, yaqindagina ham o'sha matbuot anjumanida o'sha hurmatli prezidentimiz ham mana yaqinda selektorlarda qayta ta'kidladi, qayta bildirdi. Mana hozir men bayonot bermayman degan mana aqlli, mana men telefonga olib o'tiribdi mana. Men mediaga qiziqmayman degan odam. Undan ko'ra keling, birga mana bu yerda eshitaylik. Gapni, ey og'ayni, ey do'stim. Ey og'ayni. Sizlar bunga syomka qilishga ruxsat berdinglarmi? Nega syomka qilyapsiz, ey og'ayni? Nega syomka qilyapsiz? Hozir syomka qilib o'tiribsizmi? Domni syomka qilyapti. Hali dom odamlar syomka qilib turibsiz-ku. Nima qildi, nima? Ruxsat berdimi sizni syomka qilishga? Ruxsat olishim kerak. Конечно. Bo'ldi. Siz axborot vakilimisiz? Siz kimsiz? Siz axborot vakilimisiz? Siz kimsiz? Siz biz turgan taraf syomka qilyapsiz. Siz kimsiz bu yerda? Men aholi meni murojaat qilib chaqirgan aldanayotganligi bo'yicha. O'sha murojaatini aldanayotgan odam kim bu yerda? Xo'p, yuring, shuni tushuntirib bering. Zabonimiz bor, o'zbekmiz. Qarang, odamzodni fitrati shunday yaralganda, aka, yolg'on gapirsa, men yolg'on gapirishim mumkin, ular yolg'on gapirishi. Siz hali umuman gapirmadingiz, rostdan yolg'on ham gapirmadingiz. Qarang, men bularni hozir qandaydir gapini keltirib bera olmasam, gapimdan bular tasdiqlamasa, shunda men yolg'onchi bo'lib qolaman. Yo'q. Xudoni oldida tozamisiz? Bo'ldi, yuring, bo'lmasam nimadan cho'chiysiz? Birovning haqqini yemasangiz, o'g'irlik qilmagan bo'lsangiz, bu uchastkovoylar boshqa unaqa narsa o'zini yo'liga, avvalo inson o'zini vijdonining oldida toza bo'lishi kerak. U prokuratura ham o'zini yo'liga. Bu dunyoda misol uchun bir ish qilsak, bu dunyoni o'zida javob. joyda video ko'rsak bo'ladi. Nimaga? Aytaman-da, bu kamera bor. Mayli, kamera olaversin, bizning ham kameramiz olaversin. O'shanga hozir
nima deydi? Rozi bo'ldim, bunday joyga videoga olaylik. Chetga bir chet. Bo'ldi, mana shu yerda videoga o'tmaymiz. Yo'q, mana shu yerda gapiravering. Aholi shu yerda mana. O'tda ham kamera bor, mana glavniy kameraga yo'l yuziga. Hech narsa qilmaydi. Hech narsa. Shuncha odam yig'ilib bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Mani ismim Xurshid. Haqiqat ovozi kanalidan. Bizani murojaat qilib chaqirgan aholi bizani ishlagan pulimizni bermayapti rahbariyat deb murojaat qilgan. Ya'ni sizni ko'rsatyapti. Siz ishga chaqirgan ekansiz, siz bularga ish bergan ekansiz. Hozir siz kelguningizga qadar bironta ish qabul qilindi, qilinmadi degan gap so'z gapirmasdan siz kelganingizdan keyin ishni qabul qilinmagan deb beryapti deyapti. Bunga nima deysiz? Bizani o'rtamizda kelishuv bo'lgan. Xo'p. U kelishuv bilan ish bo'lmadi. Bular aytilgan vaqtda ishni tugatmadi. Orada ayrim odamlar pulini muammosiga aralashganligi sababli bularda fikri o'zgardi. Ayrim odamlar kimlar endi? Ayrim odamlar ularni o'rtaga qo'shmaylik, o'zi kimligini biladi bular, sababini. Men bular bilan kelishgan vaqtim oddiy misol qilsak 10-chislagacha ishimiz bitishi kerak edi, misol uchun. Xo'p. Men 10-chisladan keyin bularga pul qilmaganman, abishat qilmaganman. Xo'p, siz aka chaqiring, bu yoqqa keling. Bular aytilgan vaqtda ish topshirilmadi, deyapti. Aytilgan vaqtda topshirdinglarmi yo ish kechikib topshirdinglar? Bizlar mana o'rtada 3 kun svet bo'lmagan bo'lsa, bizlar ob'yomni yop demadik. Mayli ob'yomni yop, 2 milliondan odam boshiga avans chiqarib ber dedik. Bolalarimiz, ro'zg'orimiz osh dedik. Hozir bir minut bitta savolim bor aka sizga. Bu joyda soatbay to'lanadimi yo kunbay yo ob'yomga? Ob'yomga to'lanadi. Demak bu vaqtga hisoblash kerak emas buni, to'g'rimi? O'sha narsaga bular o'zi saglasovani bergan menga. O'sha narsaga kelishuvdik. U narsa mayli, men bularga условия qo'ymaganman, shart qo'ymaganman. Bitirib beraman degan. Lekin bular o'rtada mana bu yerda nima situatsiya bo'lyapti, qanaqa muammo bo'lyapti ko'rib turibdi. Shu paytgacha men bular bilan sammanga bormagan. Demak, hozir sizni ham bu qurilish obyekti rahbariyatidan qanaqadir muammoingiz bor. Yo'q, muammoim yo'q. Muammo toshda nimada? Ishimiz chala bo'lgan. Firmada shunday narsa bor. Men ularga akt ko'rsatsam, ish yopilganligi haqida ular menga pul beradi. Men akt ko'rsata olmaganman, ishimiz chala qolgan. Hozir bir etajni bitirdik. U narsa gaplashildi sizlargacha kelgan, bularga telefon sizlarga qilguncha bo'lgan vaqtda bir etaj gaplashildi. Katta ham keldi. Bugun kechga yo ertaga puling tushadi dedi. Shu tema. Yo'q, hozir qachondan beri shunaqa davom etyapti? Bizlarga mana shu bo'layotgan bir haftadan oshdi hozir shu temaga. Shu tema. Mana shu tema erta. Mana 5, bugun 5. Hozir bo'lmasam qarang. Akt yopilishi o'shanaqa vaqt oladi. Sizlarga har kuni u narsa ishni topshira olmasliginglarda bu mana shu 16 ta aholini aybi bormi yo'qmi? Ishni topshira olmaslikda? Bular ishini topshirganmi? Bular ob'yomini tugatganmi? Hammasini emas. Bir etajni tugatgan. Bir etajni men o'zi saglasamaning bilan bir etajni. Siz o'sha oxirigacha tugatib beraman deb kelishganmisizlar? Bizlar o'sha bunday bo'lgan. O'zi boshida kelgan paytimiz bizlar mana bular bu sherigimiz kelgan, yana 4 tasi ketgan. Aka, urgan g'ishingizga pul olasiz deyilgan. Bu yerda ob'yom deyilmagan. Yangi yilda ketdik, yangi yildan keyin qaytib keladi, borib kelavering, rasxod qilaman deyildimi? U ham bo'lmadi. Kechagida mana yaqinda bizlar 3 kishi borib keldik. Aka, borib kelavering uyga, rasxod qilaman deydi. O'sha rasxod bo'lmadi bu yerda umuman. O'sha mana yana bizlar avans so'rayapmiz. O'rtada hech bo'lmasa bir 2 million qilib ber. Aka, o'sha 10-dan keyin pul bo'latyapti. Mana bugun 17. Tushunarli. Salom. Hozir bir minut. 17 bo'lgan bo'lsa, sizlarga hozir endi bularni o'sha qurish jarayonida mana shuncha vaqt o'tibdi. Bular o'zi to'qligidan kelmaganda bu yoqqa, pul uchun kelgan. Bularga shunday olib, misol uchun kimni vakolatida ishlagan pulini joyma-joy olib berish sizni vakolatingizda bo'lganmi? Qilib berdingizmi va o'sha vakolatingiz chiqdi? Chiqdi. 50 millionga yaqin pul berganman bu bir. Ikkinchidan, bular bilan bo'lmagan, kelmagan degan narsa insoniylik tomonlama bular bilan o'sha narsani kelishib, ichkarida voqea hodisani ko'rib, o'sha narsaga rozi bo'lib turib ishlashganmiz. Shunaqa bo'lganmi hozir? Ishlashib kelaverdik shoqacha. Mana avans temasi bo'layotgan bo'lsa, mayli aziz 20 kun bo'lyapti. Ber, hech bo'lmasa xatiyab 2 million bo'lmasa 1,5 milliondan ber. Tushuntira, yo'q. Oxiri nima dedi? Xohlasam sizlarni shunday chaqiraman, uchastka o'zim tanishim deydi. Shunday chiqarib yuboraman deydi. Bizlar to'xtab turing, men gapiraylik. Bizlar to'xtagan sababimiz men firmamni shunday bankrot qilaman dedi. Sizlarga bir so'm pul bermay chiqarib yuboraman. Kimga aytish gap? Kimlar bor edi shu? Mana option. Hamma bor. Bo'lganmidi shunaqa gap? Bunaqa razgovor bo'lganligi sababli bu yerda ichki muammolar ko'pligi bo'lgan.
mani boshqa odamlarimga har xil gaplar qilib, pul yo'q bu yerda deb, Yo'q, ishimni to'xtatib tushundim, qo'yib, tushundim. orqaga tortib, materialim kelgan mana yerda ajdana bo'ladi, ishlamagan kunimga akalar, hozir mayda gapda bu. 3 kundan beri yotdim, bir og'iz gapirmadim, ovqatini yeyapti. Bularni o'ziga yemayotganman akalar, pul tushadi, akt yopaman. Ketasizlar akalar, ishlamasalaring ham kutinglar dedim men bitta. O'shanaqalarga olib. Insoniylik tomonlama men xulosa qilib turib o'sha javobimni beryapman. Lekin bulardan unaqa javob kelmayapti. Bular meni tushunmayapti. Men akt yopgan desam, pul olaman. Akt yopolmadim. Akt meni endi yopildi. Bugun kattalar keldi, pulni Hozir aytildi. rahbariyat sizga telefon qilib, mana shu aholini ko'zini oldida telefon qilib, mana bunaqa holat bo'lyapti, ommaviy axborotga chiqyapti, ichki ishlar kelgan, qachon fuqarolarga oxirgi bir srokni gapiring. Men qachon pulni beraman, qo'limdan qachon oladi degan savol. Yo'q, shuni hozir bular eshitsin, biz ham eshitaylik, masala yo'q ketamiz. bor, men bir shat qilyapman. Yo'q, siz telefon qiling-da, bular уже sizga ishonmayapti. Chunki hozir men boya gapingizdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, shoshmanglar. Shoshmanglar. Boyagi masala bo'yicha keladigan bo'lsak, siz u gapingiz huquqiy holat keltirib chiqaradi, bilasiz-a? Ya'ni uchastkovoy xodimi meni tanishim bo'ladi, xohlasam unaqa qoraman, unaqa gap qilib. Unaqa narsa qachonki bularni menga noto'g'ri nima deydi, ish qilganligidan asabim chiqib aytganman. Yo'q, uni haqqingiz yo'q-da. Haqqim yo'qligini men prekrasni bilaman, misol uchun. Bo'lmasam hozir qaranglar aka, ertaga kechga pulni beramiz deyapti. Mana xodimlar kelyapti, jamoat tartibini saqlab turibdi. Telefon qilib rahbariyatingizga men aholiga shunaqa deb обещать qilyapman. Ertaga shunaqa deb va'dasini beraveraymi deb xatib ayta olasizmi? Aka, o'zlari guvoh, boya gaplashdi. Nimadan cho'chiyapsiz hozir? Mana telefon qilib shunday ayting, telefon qilingda, mana odamlar qarab turibdi. Misol uchun, mana insonni misol uchun qani boy yosh katta amakini o'g'li tengi odam ekanmiz-da biz. Qarang, bu video internetga chiqqan, bizani murozamiz. Yo'q, agar aholi pulini olsa kerak emas, chiqmaydi, yo'q. Aholi pulini oladigan bo'lsa kerak emas bizga kimdir nima qilib. Men sizlar kelishlarning istoriyasini ham bilaman, nima razgovorlar bo'lgan, o'shaning uchun men o'zim uchun so'rayapman aka. Просто kelishib ish qilaylik. Bular tomonlama, men tomonlama mulohaza qilaylik. Ha, pul masalasida aytyapsizmi? Ha, yo'q, u masala biz qonuniy shartnomamiz bor. Buni xotirlamang, davlatga pul to'laymiz biz. Masalasi yo'q uni. Chiqmasa bo'ldi, bor. Yo'q, bizga aytib, aholi mana rozi bo'lsin, kerak emas bizga, hech qanaqa muammo bo'lish kerak emas, aka. Nurullo aka, assalomu alaykum. Hozir bezovta qildim, boya bizani razgovorni men bolalarga tushuntirdim. Hozir muxbir akalar kelgan, biroz o'zingizdan eshitmaganligi sababli bularga hozir men o'sha tushunchani siz og'zingizdan eshitsa, xullas bizga olayotgan mana bu muloqotimiz hech qayerga chiqmaydi. Mana shu o'zida yopdi bular. Prosta pulni qachon bo'lishini eshitmoqchi bular. Tashlab beraman degan pulingizni men bular. Men endi muxbirlar kelgan, o'shaning uchun men o'zim ma'lumot beryapman bularga, podrobniy. Aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Ismim Xurshid, Haqiqat ovozi kanalidanman. Joningiz sog'mi? Aka, aholi bizni murojaat qilib chaqirgan, shunaqa pulimiz kechikyapti degan ma'noda, o'shanga oxirgi misol uchun qachon puli tushadi shuni bilsak, aniq kunini aytsangiz, o'sha kungacha misol uchun biz bemalol ketamiz-da, bu yerda misol uchun aholining puli oladigan bo'lsa, bizga kerak emas surishtiruv o'tkazish. Tushunmadim. Ichkariga kirganimda o'zi. Yo'q, men agar iloji bo'lsa, keling, yuzma-yuz kelib gaplashamiz. Ichkariga kirib. Men tushuntiryapman, Haqiqat ovozi kanalidanman. Ismim Xurshid, blogerman. Aholi murojaat qilib Nima deganingiz bu? Men bilan oldi berdingiz yo'q, aka, sizni firmangizda Nurullo aka, ming bor uzr, sizga bezovta qilganim uchun, prosta o'sha pulni qachon berishingizni bular eshitsa, bizlarda videoga olib Aha, eshityapsizmi? Bo'ldi aka, o'sha ismlar Nurullo, ha? Bo'ldi, men prosta o'sha sizni oldingizda bo'lgan razgovorni bularga aytsam, sal yosh
bolalikda bularga o'sha narsani o'zicha ko'rib o'rning. Hop. Akalar yana bir kun kuta olasizlarmi? Yo'q, bizlar hozir qaytamiz. Bizlar mayli ertaga emas bizlarga. Ertadan keyin kelamiz bizlar. Ofshi desa ofshi kelamiz. Bizlarga pulim mayli bizlarga erta kuch berdi biza osh. Yo'q, endi ertaga dedimi? Ertaga kelib, ertaga olinglar pullarni. Ertaga kelamiz. Bu ertaga emas, indin emas, bunaqa gapga. Ertaga kech payt nechida kelsin? Men o'zim aloqaga chiqaman ertaga bu. Ertadan o'tmaydi inshaalloh. Xohlasa eshitib turibsiz-ku. Bo'ldi, tushundim. Ertaga kelasizlar, mana oldik, razgovor yo'q. Agar yo'q bo'lmaydi deydigan bo'lsangiz, men hozir Gastinga chiqdim. Qurilish vazirligiga chiqdim. Endi kech bo'lib qoldi. Ular ham hammasi o'zining ishi bilan ketdi. Ertalabdan o'sha rahbariyat o'zini olib kelib, qurilish rahbari kim, qaysi firma, nima orqali bu ko'p qilganmiz bunaqa ishlar. Xo'p, Maratakagacha borganmiz. Xudo xolasa sizlarning haqqingiz uchun boramiz eng tepada kim turgan bo'lsa ham. Bu bizning davlatimiz shunaqa davlatda qonun ustuvor, jazo muqarrar. O'shaning uchun kerak emas unaqa har xil gap so'zlar, boshqa. Hurmatli tomoshabinlar, endi bu video chiqmaydi, vdrug gapirib qo'yaman. Haqqinglar uchun talashinglar. Yangi O'zbekiston. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, ko'rib turgan holatingiz qaysidir bir chet davlatda emas, aksincha o'zimizni Toshkent shahrida o'zbek zabon, o'zbek millat vatandoshlarimiz o'zini yurtida mehnat qilishgan va tegishli haq olmaganliklari sababli bizni kanalimizga murojaat qilishgan edi. Va biz kecha kelib qurilish rahbariyati bilan gaplashgan edik. Bugunning o'zida mana ishchi xodimlarni barcha pullarini, xizmat haqlarini qaytarib berishga, ya'ni rozi qilishga va'da berishgan edi. Hozirda lekin nimagadir tegishli pullarini olmaganliklari uchun yana takroran murojaat qilishyapti. Aka, bu joyga soat nechida keldinglar? Soat bugun 3:30da kelganmiz. 3:30da keldinglar. Kelganinglarda misol uchun yo'l kira sarflayapsizlar, boshqa qilyapsizlar. Bularga tushuntiryapsizlarmi? O'sha biz kelishimiz jarayonida shuncha payt aldanyapmiz, yo'l kira sarflab kelyapmiz. Ularni ham bizga berishingiz kerak degan. Mana biz bunga kechagidan o'zi aniq aytdimda, aniqmi ertaga dedik. Bo'ldi, aniq 100% dedik. 3:30da kelib telefon qildim bunga. Bizlar keldik. Shu yerdan bo'ldi aka dedi, hozir dedi, sheriga islommi kelsin dedi. Uni kutdik. Mana bu yerda prorab shu yerda. Endi mana kech bo'lgan kun bo'tayapti, g'ish sanayman. Hozir bizlar sanagan g'ishini hali nima deydi? Yo'q, hozir 30 mingtasini yo'q qo'ryapti. Yo'q, xo'p, 30 mingta g'ish hozir bu yerda qilgan ishlaringiz yo'qolyapti. Yo'qolyapti. Demak, hozir yarmingizni yarmiga ham pul to'lamayapti. Yo'q, yarmiga ham 3dan 1iga ham to'lamayapti hozir. Tushunarli. Bu joyda hozir endi sizlarning kelgan qaroringlar shundan iborat bo'lyaptiki, faqat qonuniy yo'l bilan kecha biz ogohlantirgan edik va bundan tashqari mana shu Chinor qurilish kompaniyasi mana shu domni quryapti. Rahbariyatga shuni ma'lum qilamizki, bular qaysi hujjatga asosan bu joyda ishchi kuchi ishlatyapti. Nima uchun O'zbekiston aholisi o'zini yurtida cheris firma orqali ishlashi kerak va o'zini o'zbek zabon vatandoshlardan mana bunaqa og'zi kuyish kerak degan savollar jamoatchilik ichida o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu narsaga javobni biz albatta tegishli mutasaddi xodimlardan, rahbariyatdan so'raymiz va xuddi mana shunaqa qilib boshqa bir vatandoshlarimizni aldab, bularning oilalarini qiyin vaziyatda qoldirayotgan shaxslar mavjud bo'ladigan bo'lsa, iltimos keling, ro'za Ramazon oyining hurmati bor. Biz e'tiqod qiladigan dinimiz musulmon dini. Bu dinda birovning haqqini yeyish harom qilingan. Va o'sha narsadan qo'rqaylik. Hozir bu turgan vatandoshlarimiz hozir ertalabdan beri hech narsa yemasdan o'tiribsizlar. Endi shu bilan bir qatorda bularni qo'liga qarab turgan oila a'zolari ham menimcha sizlarning qo'llaringga qarab turibdi. Ertaga ro'za, uydagilar ro'za tutish kerak. Hozir hamma kutib o'tiribdimi farzand? Gapiringlar aka. Men rahbariyatga yetkazaman. Albatta kutib turibdi bolalarimiz. Oilamiz kutyapti. Nima so'rardinglar hozir rahbariyatdan? Shuni qonuniy chora ko'rib, shu yonini yechib berishini xohlaymiz. Pullarimizni olib bersin. Tushunarli. Endi bu narsalar hammasi nimaga undaydi? Ya'ni o'sha har bir tizimda nazorat bo'ladigan bo'lsa, endi hozir tezkorlik bilan kecha ham, bugun ham Sergeli tuman ichki ishlari chora ko'rishgan va hozir ham biz aloqaga chiqdik va tezkorlik bilan yetib kelishyapti. Biz birdan ularni kutmasdan yetib kelishdimi? Mana yetib kelishibdi.
tezkorlik bilan biz o'sha syomkani boshlab yubordik va bergan va'dalariga vafo qilishmadi. Endi bu yog'ini rahbariyatda o'ziga hozir qonuniy tartibda arizalarini yozadi va qonuniy tartibda javobgarlik masalasi ko'riladi. Men o'ylashim bo'yicha bu joyda jinoyat alomatlari bo'ladigan bo'lsa, Sergeli tumani o'sha boshqarma, Ichki ishlar boshqarmasi tegishli moddalar bo'yicha jinoyat ishi ko'rishinglarni so'rab qolardik. Chunki ko'pchilikni rizqi turibdi. Bularni qo'llariga qarab turgan nechta qora ko'z bor. Ularni haqqini yeyishga, aldashga O'zbekiston hududida bironta fuqaroni haqqi yo'q. Yangi O'zbekiston qonuniy haq-huquqlarni talab qilishni o'rganinglar. Bor. Mana hurmatli vatandoshlar, ertalabdan beri kutib, hozir mana ovqatlanishyapti. Non bilan suv kelib. Endi mayli, boshqa davlatda bo'lganda biz tushunardik. Bu begona yurt, bu joyda misol uchun himoya qiladigan bironta bir rahbar yo'qdir, lekin bu joy O'zbekiston. Ya'ni bizning pasportimizning orqasiga pasport O'zbekiston Respublikasi mulkidir. Ushbu pasport egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Hozir mana tezkorlik bilan ichki ishlar keldi, chora ko'rishyapti. Va biz qonuniy, faqat qonun taraflama haqqini so'ramoqchimiz xolos. Olinglar.